Assalomu alaykum bolalar. Hozir obedga keldim. Obed Dodo pizzada bo'layotir bugun. Bilasizlar, kofeni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rganda qanday krepki emas, amerikan emas. Latte aslida ichadi buni. Bu yerda pizzasi bor. Pizzasi yanday cheteli sira. Xullas shundayda cheteli sira shunday narsa. Bu kofe kelinglar bilan qarang. Chiroyli joy bor ekan. Bu yerda detski ham bor. Bu yerda detski bor. Bu yerda odam kam, -1da joylashgan. Patologga qarang, прикольно. U yoqda mana shunday narsalarni ochsa nima deydi ekan? Bir ayol qizlar, kelinchaklar borib, yebishib chiqib ketadigan. Endi spirtno yo'q, pivo yo'q. Tixi o'tirib o'zlari gurunglashib, bolalarni anaqa o'ynatib qo'yib. Mana kichkina yosh bolalarning nesi вообще e'tibor tortadi ekan mana. Для детей. Bu yerda igra o'yini bor. O'ynaydigan yerlar, ona bir ko'rsataman hozir sayyorga chiqib.